Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bugun A'zamxon akani darvoza sexlariga keldik. Bu yerda ukalar Anas bor ekan. Assalomu alaykum Anas aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchaman. Ishlab turibsizlarmi? Ha, rahmat, charchaman. Ishlab chiqarishlarimiz bilan bir sizni tanishtirib o'tamiz. Bu kraska jarayonlari bu. Darvozaning kesik qismi bo'ladi bu. Bag'da qanot qismlari ham bor. Bu yer qanaqa joy aka? Bu kraska xonamiz bo'ladi bu. Kraska xonaga? Ha. Böyle kraska sepiladi. Bu gruntovka sepish jarayonlari hozir bu. Bu gruntovka demak kraska qilishdan oldin tayyorlanadigan holat-a bu? Ha, gruntovka qilinadi. Keyin bundan keyin kislochishlar kraska sepiladi, lak sepiladi, zashnigim sepiladi. Hali bular ishlari bor. Mana lazerni joyi bu, tepa qismi bo'ladi bu. Demak, tunkada lazer bilan kesib, gul chiqarib, ha, ishlov berib, tepa qismiga shu guldan moslab qilib berganmiz. Mana biz bu oddiy darvozalar ekan. Mana shohona darvozalar. Nariyoq tarafda nima bor? Nari tarafda suarka xonamiz, darvoza yasash jarayonlari bo'lgan. Darvoza yasash jarayonlari. Kesaklari bu. Shivallar, rossiyskiy shivallarlar bo'ladi. Ha, shivallarlar toza. Ha. O'g'rilariga ham, qo'ng'ir qismlariga ham qalin profillar chekamiz. Darvozani o'ziga yarasha qilib, mustahkam bo'libdi. Bu taraflarda ham darvozalarimiz tayyor bo'libdi. Bu hammasi zakazga. O'g'rilariga ishlov beriladi, bular ancha ishi bor. Demak, qanaqa klient qanaqa zakaz qilsa, yoqib tayyorlab bera olasizlar. Shunaqa. Klient talabiga qarab tayyorlab beramiz. Materialni ham klientga talabiga qarab. Ha, xohlagancha qanaqa buyurtma qilinadigan bo'lsa, shunaqa. Ha, buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Har xil fasonda qilib, har xil materialda qilib. Ha, bularni o'zi chaqlab suvarka bo'lgan joylarni yedirib silliqlanadi. Kraska qilishdan oldin shu nima qilinadi? Tozalab olinadi. Keyin shpoklovka beriladi o'ralarga. Mana bunaqa joylari, cho'qlar shpoklovka beriladi. Ikkisi shpoklovka berib, jirolab tekslanadi buni. Keyin boyaga ko'rsatganimdek gruntovka qilinadi. Gruntovkadagi kraska beriladi. Mana gruntovka sepish jarayonlari bo'lib beryapti. Bu yer kraska xona, gruntovka sepiladigan xonamiz mana. Rasmiy oyim. Siz aytgan qizga uylandi. Gruntovkadan ustidan kraska sepish jarayonlari o'tib boshlandi. Ha, kraska sepish jarayonlari ketmoqda. Kraskadan kilo sepiladi. Keyin undan keyin lak sepiladi dashnigini. Bizga hozir mana bu darvozalar qilib, bular avtomatik pultli darvozalarimiz. Hozirda trend bo'lgan. Zakazlar ham. Demak, pult bilan ochilyapti-da bu darvoza. Ha, pultlik bo'ladi. Asosan garajlarga, hozir xonadonlarga ham qilinibdi. Mana o'rtasidan kalitga qilib qilinganlarimiz bor. Mana bu yoqda o'rtasida. Bu nargisi gibrid fasondagi darvozamiz birinchidagisi. Demak, hammasini bitta tanishtirib o'tsangiz, Bir chekkadan. bu qanaqa darvoza? Bu darvozamiz ham pultli darvozamiz. Mana bu joydan mashina kirib chiqadi. Pultni ochiladi. Kirganimizdan keyin yo'q qo'ysangiz bo'ladi bo'lsa. Bu yoqdan odam qatnaydigan joyi. Demak, bu ham odam qatnaydigan, ham garaj sifatida foydalansa bo'ladi. Mana bu darvozamiz faqat garajga-da bu. Bu faqat garaj uchun. Kechqurun ishdan ratsab kelganimizda uydagilar bezovta qilmaslik uchun yaxshi variant. Boshida shu o'tirmaysiz, pultni o'zini borsangiz ochiladi, keyin yopiladi. Demak, pult bilan ochib yopsa bo'ladi. Xo'p, demak, bu ham odam kirib chiqsa bo'ladigan, yo ko'tariladi, bu ko'tariladi. Bu seksonli darvozamiz deyiladi. Bu tepa qismiga ochiladi. Patrok qismiga ochiladi. Bular
To'g'ri, o'ziga ochiladi, o'ziga o'raladi. Ha, o'ziga o'raladi. Ha, bu o'ziga o'raladi. Bunisi tepa qismga ochiladi. Buni ishiga Bu o'rtasida bo'ladi. tepaga, ha? Shunaqa. Ha, mana buni gibrid darvoza dedingiz. Ha, bu gibrid fason deyiladi. Kalitkalari yonida bo'lgan. Mana o'rtasidan mashina kirish uchun bu matvi fasonda bo'ladi, matvi rangda bo'ladi. Shumkalari bor buni. Material ham o'ziga yarasha baqot materiallar bo'lgan. Taglari shivallar bo'lgan. Mashina kirgan izlab chirib shunaqa bo'lmasligi uchun. Tepalar lazerli bo'lgan. Mana qo'shimcha nimalari devor ko'rinadi. Bu yangilik qilganmiz. Tepa qismlari. Mana shu joygacha devorgacha o'rnatdi. Bundan buyog'i devorga yopishadi. Demak, buni har xil ranglari ham bor ekan-da. Bu korishniy rang, ha? Ha, bu korishniy rang, ha, buni har xil ranglari ham bo'ladi. Demak, bularda har xil rang ham bor ekan. Aytganingizdek chiqarib berishlari mumkin. Buyurtma asosida zakazga qarab joylarini razmerlarini aytsa shunga qarab narx-navosini kelishib aytamiz. Razmerlariga qarab ranglarini nimalarni kelishib olamiz-da. Buni orqasini ham bir ko'rsatasizmi, Anasxon aka? O'ziga o'raladi bu mana nimasiga. Demak, ana montaj ichiga ham o'raladi tepaga. Ha, bu o'ziga o'ralib yig'iladi. Mana o'zi tepa qismiga ochiladi. Devo ana uyni patloq qismiga ochiladi. Ha, buni tepaga ochiladi. Shunaqa. Qolganlari ham o'ziga o'raladi, adashmasam. Qolganlari ham o'ziga o'raladi. Ular garajlarniki. Garaj uchun mana oddiy darvozaxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Ana ustunovka qilish jarayoni bo'ladi. Beri ham hozir darvozani yig'ilibdi. Mana bu darvozalarni yig'ish jarayoni. Ustunovka jarayoni. Ustunovka qilinyapti, shu yig'ish jarayonini bo'lish uchun ustunovka jarayonlari hozir yakunlanmoqda. Anasxon aka, bir ochilib yopilishini pulti bilan bo'ladimi bu? Ha, albatta, mana sizga ochib yopilishini bir ko'rsatib o'tamiz. Tepa qismga ochilish jarayoni bo'libdi. Bu patolog. Oldi qismini ko'ramiz mana. Eng asosiysi bu darvozalarimizni materiali ham tayyor shumkali bo'ladi. Uncha ovozi o'tkazmaydi. Ha. Juda ham mustahkam, sifatli. O'zimizda Bu rezinkalarigacha bor buni. O'zining maxsus rezinalari ham bor. Rezinkalari bilan qo'ldan. Shumka qilib. Endi bunisini ham bir ochib ko'rsatamiz sizlarga. Garaj darvozamiz. Qo'lli yig'ishtirildi darvoza. Bu o'ziga o'raladi. Bu ana ichiga o'raldi. Ajoyib buni. Pult bo'lmagan mahal Ro'shnoy o'zini shunaqa mexanizmlari bor. Ko'tarib ruchnoy qo'lda tushirsangiz ham bo'ladi. Mana bossangiz ko'tariladi. Stop xohlagan joyingizda to'xtatishingiz mumkin. Svet o'chib qolganda nima qilinadi deyishganda buni o'zini ruchnoylari bor. Eng asosiysi Svet o'chgan paytda, masalan, uyingizda har o'chib yoqsa bo'ladi. ruchnoy juda ham ajoyib. Endi mana gibrid varianti bor ekan. Bir gibrid fasondan ochib ko'ramizmi bir? Albatta.
GB fasonda ochilish jarayoni. Eğer odam qatnasa bo'ladi. Qo'lni ochildi. Darvoza ko'rib turganinglarda. Yo'da odam o'zi kirib Zamoglari ham o'ziga yarasha baquvvat zamoda bo'lgan. Quluplardan joylari ham shunday bo'ladi. shunday maxsus ochli orqa tomondan ko'rinishi. Ham o'sha o'ziga o'riladigandan bo'ladi bu. Mana darvozamiz patologga ochiladi-ku. Bunisi o'ziga o'riladi. O'ziga o'riladigan. Sifatlari a'lodan. Ranglar mokriy bo'lgan, taglari chevallar, ikkita yon taglari chevallar, o'ziga yarasha materialdan foydalanganmiz. Zakaz uchun birinchisiga tayyorlab berilgan ekan. Sizlar ham qandoq zakaz qilsani aytganinglarda tayyorlab yasab berishar ekan. Mirjibeka tushirilgan Dubay fasonidagi darvozamiz. Judayam go'zal. Mana bu darvozani hali tiklang bo'lgan holdagi videosini ham bir qo'yaman sizlarga. Hozirda tayyor bo'lish arafasida. Shunaqangi darvozalar Texadamiz. Anasxon aka, 12 viloyatga dastavkani bor, to'g'rimi? Xudo xolasa, dastlabki ustunovka xizmatlarimiz bor. Avtomatik darvoza xohlasa avtomatik darvozalarimizga ta'lab beramiz. Bularni sroklari bir hafta 5 kun 4 kun atrofida bo'ladi. Rushno rabota xohlasa, Samarqand fason, ularni fasoniga qarab, ularniki 1 oy 40 kun shunaqa atroflarda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqisharadi. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramda minglab suratlarimiz bor. Aloqaga chiqsa, ishlanib turamiz. Alohida katalog sizlarga tashib berishadi. Mana nomerlarni oxirida sayga yozib, kim bilan aloqaga chiqishini men yozib qoldiraman. Albatta. Rahmat kattakon Anasxon aka. Sog' salomat bo'ling. Yaxshi xizmat qilamiz. Xudo xolasa.